Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar, hammaga xayrli kun. Mana bugun o'quv jamiyat ustaxonamizda Angrendan mijozlarimiz kelishgan, qurollar kelishgan. 58 quroli, bu qurolga nima ishlar qilganimizni bir marta sizlarga aytib o'tamiz. 58 qurolimizni muammosi ko'p 58 larda uchraydi bu narsa. Mana shu injektor mexanizmi, mana shu injektor mexanizmi fokuslanmayapti. Mana shu injektor mexanizmi bittasi ortda, bittasi orqada qolib ketadi. Bu keyin o'q chiqarishga ham qiyin bo'ladi. Biz xudo xolisa bu mexanizmlarini mana injektor mexanizmini olib tashlab, o'zini o'qlarini boshqatdan qo'yib, o'qlarni boshqatdan qo'yib, ikkovini bir xilda kirib chiqargan qilib berdik. Juda ham zo'r bo'ldi. Juda ko'p qilganmiz bu narsalarda. Mana kimda shunaqa 28 bo'lsa, shunaqa muammolar bo'lsa, mana bittasi sotadi, bittasi orqada qolib ketadi. Shunaqa muammolar ko'p uchrayotgan bo'lsa, bemalol aloqa chiqib ishlarni bitiraveramiz. Hop, keyin sivyolarda ozgina luftlari bordi. Joyiga ichida tushadigan qilib berdik buni. Luftlarini yo'qotdik. Qurollar ham yaxshi ekan, holati yomon emas. Akamiz mana akamiz o'zlari. Aka, qalay ishingiz yoqdimi aka? Yaxshi aka. 3 kilometr bosib kelganingizga arzir ekan. Arzida. Akamizni bitta qurollari bor ekan, qo'ndoq topolmasdan mushashni berib olishgan ekan. Bizni ko'rib qolib hozir bekor berib olgan turibdilar o'zlari ham. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Hozir iloji boricha sizlarga shuni qilishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lib, bizdan kuzatib borishni davom ettiring.